O'z vaqtida Koreya bilan o'yinda urgan avtogolingiz keng muhokamalarga sabab bo'lgan. Gunoh ish qilib qo'ymaydi. Bu просто совпадение. Sel yog'yapti, masalan, yomg'ir quyayotgan bo'ladi. Masalan, men teganini ham bilmayman. Natija bo'lmasa, siz 1 soatdan keyin baribir so'kasiz. Choyxonani o'zi yopib qo'yish kerak deb o'ylayman. Men tegi shunaqa deb o'ylayman. U bizga yordam bermaydi. Hozir endi yana ichkariga pas bo'ladi. Men shu yerda tanladim. gol! Do'stlar, hozir aytayotgandim, qaytib ketadi. Mana shunday. Abbos! Bunaqa futbolist oldin yo'q edi. Bunaqa tezlikda, bunaqa texnikali o'yinchi bizda O'zbekistonda birinchi marta tug'ildi deb o'ylayman. Abduqodir Husanov terma jamoa o'yinlari uchun Toshkentga keldi va u bilan ro'y bergan voqealarni o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz. Futboldan chalg'atadi, qanaqadir jihatda panika ham, hayajon, xato qilib qo'ymaydi, ishni boshlaydi. Yo'q, puli yo'q, hammasini o'rniga dom. Puli qayerda bo'ladi? Puli qayerda o'ynaydi? Demak, assalomu alaykum Qalampiruz nashri kuzatuvchilari. Qalampiruzda navbatdagi intervyu suhbatdoshimiz o'zbek futboli tarixidagi eng mashhur himoyachilardan biri Akmal Shorahmedov aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xush kelibsiz aka. Anchadan beri siz bilan chaqirganingiz. Hammangiz mana nasib qilgan aka. Tayyor bo'lsangiz boshlayman Akmal aka savolini. Akmal Shorahmedovni muxlislar o'zbek futboli tarixidagi eng taniqli himoyachilardan biri sifatida tanishadi. Lekin birdan yo'q bo'lib qoldi futbolda. Hozirgi vaqtda Akmal Shorahmedov nimalar bilan band? Shu haqida biroz ma'lumot berib o'tsangiz. Endi baribir mana 35 yoshda futbol tugatdim. Lekin fizический состоянием yomon emasdi, ya'ni o'ynashga. Lekin baribir ham yoshi katta futbolistlar oxirgi yillarda o'zining obro'sini tushirmasdan tugatgani yaxshi deb o'yladim. Shuning uchun trenerskiy sohani boshladim. Shuning uchun trenerskiy soha bu juda ham qiyin soha ekan. Shuning uchun bu sohada juda ham ko'p o'qish kerak ekan. Hozir faqat shu o'qish, o'rganish, tajriba orttirish, shu bilan mashg'ul bo'lib ketdim. Futbol ichida hamma bilan gaplashib turaman. Shuning uchun shu Hozir demak Lokomotivda hozirda Lokomotivda jismoniy tayyorgarlik bo'yicha bosh murabbiy yordamchisi, undan tashqari как yordamchi sifatida demak asosiy jamoada. Asosiy jamoada. Akmal aka, demak futbolni tark etishingizga sabab o'sha chiroyli ketish bo'lganda, bundoq qaraganda. Baribir ham 1 yil, 2 yil rol o'ynamaydi. Oxirgi yillarda masalan yosh katta futbolist уже sog'lig'ingizni ketkazishni ham boshlaysiz-da. Undan ko'ra sog'lom trener bo'lgan yaxshimi deyman-da. O'shanga masalan hozir ham trenirovkada bolalar bilan ham yuguramiz, nimaga tashlading? U 1-2 yil anaqasi. Shuning uchun Odil Ahmedov ham 3 yil tashladi. Mana Odil ko'proq rukovodstvoga o'tib ketdi. Unaqa men ko'proq polida ishlashni yaxshi ko'raman. Shuning uchun shunaqa. Lekin hammamiz svязda, hamma gaplashib, nimadir o'zimizdagi kamchilikni hozirgi futbolistlar yo'q qilishga harakat qilamiz. Shu. Men faqat shunaqa qaragan. Chunki o'zimdagi kamchilik, masalan, kuchli komandalar bilan o'ynaganda nima kamchilik bo'lgan, Koreya, Eron, o'shani o'sha tarafdan ko'proq ishlatishga harakat qilaman. Shu. Tushunarli. Akmal aka, yana bir savol. Men to'g'risi juda ko'p uchratmayman. Sizga o'xshagan yoki boshqa o'zbek futbolini afsonalari bilan chiroyli xayrlashishni kam ko'rganman. Siz bilan ham qanaqadir xayrlashmadim. Bizda yaxshi bo'lib qoldi, Italiya bilan o'yin bo'lib qoldi. O'shanda rasman xayrlashgan. Shunaqa savpada chiqib qoldi. O'sha paytda hamma o'ynab, yoshi kattaroq italyanchilar bilan biz yoshlar o'ynab yordik, ular 50 yosh edi. Bizga mana o'yin paytida ham qavoldayu necha yoshsan desa, mana menda o'zi 38 edimi? Shunaqa 37 mana 45 nima deysiz? 45 yoshimizdamizda, чтобы nima desa bo'ladi. Endi ular yosh katta, lekin shunda ham masalan raziyolkaga kirganimizda o'sha paytda Abdusalom Azizov kirishdi. Shunda ham поручение bo'ldi. Trenerlar ham o'ziga qarab yurish kerak. Oldingi futbolistlar ham как sportda yurgan, ishlagan odam baribir o'zini fizik holatini yaxshi ushlab yursin. Bizni tepada ko'rib 50 yoshli ular jahon yulduzlarini ko'rib, islarni ko'rib, bizda sal uyalish bo'ldi. O'shandan keyin ham baribir u ham bitta ta'siri bo'ldi ko'plarga. Mana shunaqa, baribir chunki sport bilan shug'ullangan odam tez semirib ketadi. Shu narsa bor. Shuning uchun eski futbolistlarni ko'rsangiz katta bo'lib ketadi.
Demak, o'shanda endi siz bilan ham rasman xayrlashadi. O'shanda shu bu biz uchun mana shu pokoleniya uchun yaxshi bo'lib qoladi. Tak ko'p futbolistda unaqa xayrlashuv yo'q. Shunaqa. Bu nima deysiz o'zi yaxshi an'ana-ku, to'g'rimi? Bu Futbolchilar bilan nima chiroyli desam, xayrlashish ko'pincha muxlislar uchun. ko'ryapman, katta futbolistlar yoshingiz katta bo'lgandan keyin trener bilan tortishuvlarga borasiz. Soglashasiz. Siz как yomonroq ko'rinib qolasizda, masalan, Cheranda ham mana shunaqa situatsiya bo'lib qoldi. To'g'ri Paxtakorda. Bo'lmasa Paxtakor uchun bu o'shaning uchun bu tabiiy holat. Bo'ldi, buni masalan jahon yulduzlarida ham xayrlashuvlar bo'lmasa kerak, masalan 2 yildan keyin o'tib. O'shaning uchun bu normal holat. Akmal aka, faoliyatingiz davomida faqatgina o'zbek klublarida to'p tepgansiz va faoliyatingizning pik nuqtasida stabil terma jamoaga ham jalb etilgansiz. O'sha paytlarda xorij klublaridan takliflar bo'lgani tabiiy. Nima to'sqinlik qilgan faoliyatingizni chet elda davom ettirishingizga? Men masalan oilaviyani ham ketishga yo'l qo'ymasdi o'sha paytda. O'shaning uchun O'zbekistonda o'ynashni xohlaganman. Lekin nima desa bo'ladi? Qanot himoyachilari bari kamdan kam masalan hamma masalan o'zini chempionat o'zini qanot himoyachilari o'ynatadi. Ko'proq mana shu o'rtani o'yinchilari ko'proq, atakani o'yinchilari ko'proq xorijga ketadi. Masalan, sentralniy защитник, polzащитник, atakuющий, qanot himoyachilari kamroq ketadi. O'shaning uchun bu qiyinroq vaziyat futboldagi. O'shaning uchun ko'pgina masalan xorijga ketkazayotgan futbolistlarni joyini o'zgartirishadi. Talab baribir o'rta, masalan, sentralniy защитник, polzащитник, нападающий. Tushunasizmi? Mana shunaqa. O'shaning uchun masalan Husanov hammasini qarasangiz, masalan Alijonov masalan legioner bo'la oladi. To'g'rimi? Masalan bo'ladi. Bunaqa talab katta emas. O'zini Messi chempionati o'yinchilarni ko'proq o'ynatadi. O'shaning uchun shu tarafdan qiyinroq. Buni ko'plar uncha tushunmaydi, lekin biz tushunamiz. O'shaning uchun yaxshilab qarasanglar, agentlar atakuющий futbolistdan keyin sentralniy защитник, опорникlarni ko'proq anaqa xorijga tortishadi, chunki talab bu pozitsiyalar yuqoriroq. O'shanga mana shunaqa narsa, o'zini sekretlari bor-da, shunaqa narsalar bor. Lekin hech sizda bo'lmagan shu chetga nimadir qilib bo'lgan Qatar, Eron. Baribir ham nima desam bilmadim. Shunaqa yurib betdi xohlagan bir xillari katta pul bilan baxtsiz ham bo'lish mumkin. Men yetadi. Men o'ylayman, o'z boy bo'lib ketish kerakman. Sredniy qilsangiz, o'shani spokойно uxlaysiz, hech buni o'ylamaysiz. O'z vaqtida Koreya bilan o'yinda urgan avtogolingiz keng muhokamalarga sabab bo'lgan. Yaqingacha o'sha vaziyat kulgu jamoalar va qiziqchilar tomonidan mavzu qilib kelindi. O'sha goldan keyin Mirjalol Qosimov nimalar degan sizga kiyinish xonasida va kulgu jamoalar shu qiziqchilarga nisbatan reaksiyangiz qanday bo'lgan o'shanda? Menda masalan reaksiya hech kim bilan urushmaganman. Gapirishganda, masalan, futbol ichidagi odamlarda bu oddiy holat hisoblanadi. O'sha paytda nimaga bu golga anaqa bo'lib qoldi? Masalan, bu o'yinda ko'p bo'ladi. Chunki keyingi o'yinda Koreya uyda Eronga yutqizib qo'ydi. Shu. Men u o'yinda kelishilgan o'yin deb o'ylayman, to'g'risi. O'sha paytda Koreya hammadan kuchli bo'lib turib, oddiy o'yinchi xato qilib, o'sha payt endi bitta narsa sabab topilib, bitta narsa qilishadi. Masalan, O'zbekiston. Hammasini o'sha golga to'nka olishdi. Men bu narsa agar sportda nimadir bilan anaqa o'ynamash kerak. O'shaning uchun qildingizmi, mana shu narsalarni o'tish kerak. Kerak bo'lsa butun stadion baqirishdi. Bunyodkorman boshqa joyda o'ynayotganda, nima deysiz, o'ynaverasiz. Naborot, знаменитый bo'lasiz. Gunoh ish qilib qo'ymaydi. Bu просто совпадение. Sel yog'yapti, masalan, yomg'ir quyayotgan payt. Masalan, men teganini ham bilmaganman. Ochiqchasi kerak emas. Lekin bu normal, men hech kim bilan bu temada urushmayman. Bir xillar mana shu qiziqchilar bilan даже media birga futbol ham o'ynaydi. Bu normal, naborot hurmat qilishadi, gapirishadi. Trenerlar ham mana qilishgan. Bu bizni masalan o'sha paytda chiqmaganlar bir tarafdan to'g'ridir. Ochiq hamma narsa bor dedi. Значит, nimadir yetishmayapti, yana ishlaymiz, infrastrukturani kuchaytiramiz. Endi chiqish payti, endi komanda ham ko'payib ketdi, chiqadi, oldin kam edi, qiyin edi. Oldin biz молодежный сборныйda o'ynaganimizda ham 2+1 mana shunaqa chiqardi. Hozir gruppani o'zida уже 2009lik ikkinchi o'rin olsangiz уже chiqasiz. Jahon chempionati ham o'zi Osiyoda 5 ta kuchli klub bor. Hozir 8 ta chiqyapti. Hozir endi osonroq bo'lib qoldi. Kvotalar ko'payib ketdi. Hozir o'shanga chiqilyapti. Endi unda qiyinroq edi. To'g'risi, unda qiyinroq. Unda bitta hegemon jamoani yutishingiz kerak edi, по-любому.
hozir bizni yutdik hammani, lekin Eron, Koreya, Yapon hech kim kuchlini bitta ham yutmadik haligacha. To'g'risi. To'g'rimi? Bitta ham Eronni oldin yutilgan, Qatar oldin ham yutilgan, Emirat oldin ham yutilgan, lekin Eron, Koreya, Yaponiya, Avstraliya bizni hali ham yutmadi. Shuning uchun nimadir o'sish degan narsa gapirish ham, men bu shaxsiy fikrim. Oldin ham yutilmagan, hozir ham yutolmayapmiz. Значит, yana ishlayverishimiz kerak. Tushunarli. Akmal aka, baribir o'sha paytda xohlaysizmi yo'qmi, oz bo'lsa-da sizga psixologik tomondan bosim bo'lganda bu goldan keyin, o'sha goldan keyin qanday chiqib ketgansiz shunda? Buni bilmadim. Menga o'sha paytda endi ochiqchasiga даже oldingi prezidentimiz maslahatchilar tarafdan ham pismo kelib, даже shu tarafdan ham поддержка bo'lgan. Agar kimdir nimadir ana qilsa, mashina nomeriga telefon qilinglar. No, bu narsa hech qachon qilinmagan. Mana shunaqa, no, yomon gapirganlar ham bo'ladi. Bu tabiiy. Bir xillar stolda o'tirib ham tanimasdan ham yomon gapirganlar bo'lgan, kulganlar ham o'zim ham bilmasdan va ekan. Endi bu futbol gapirishadi. Bir buni ushlab olishadi, bir boshqa futbolistni. No, bu bir trenerni yomonlashadi. Bu tabiiy holat. No, nima desa bu sizni kuchliroq qiladi. Masalan, qichi boladan qo'rqmaysiz hozir. Nimadan qo'rqasiz? Даже Iordaniya bilan o'shanda penalti tepganmiz-ku, undan keyingi o'yinda. O'shanda mani paytim kelib qolgan, o'shanda server ham aytadi, server jipar. Не бойся, куда уже бояться? deb tushunasizmi? Nimadan qo'rqasiz? Nima qo'shi bo'lishi mumkin? O'shaning uchun nabarot hayotda kuchliroq ekan. Men o'zimni. Endi bu yaxshi narsa emas-ku, no baribir shu peshanamizda yozilgan ekan shuna. Yuqorida kelishilgan o'yin dedingiz. O'zi Akmal aka, o'zingiz bilib bilmay kelishilgan o'yinlarning ishtirokchisiga aylanib qolgansiz. Bunaqa ko'p bo'lgan, butun dunyoda bor. Просто summalar farq qiladi, baribir bu narsani menimcha baribir tegi bilan yo'qotib bo'lmaydi. Da ko'p narsa bo'lgan bunaqa. Lekin bizni nima? Nabarot. Bizni masalan men o'yin bermaganman. Ochiqchasiga. Ko'p bunaqa narsalar ko'p bo'ladi. Oldin ko'p bo'lgan. Hozir endi kamaygan. Sportda bitta anaqasi. Totalizatorlar ham o'shaning uchun ham yashaydi, o'shaning uchun sportga pul tikadi. No, ko'p narsa bo'lgan bunaqa. No, hozir уже sal boshqacharoq. Hozir. No, baribirga ham bu narsani tegi bilan yo'q bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki qanaqadir komandagi chempion bo'lib turib chiqib ketayotgan komandaga yordam beradi. Bu narsa bilmadim. Bu narsani butun dunyoda yo'q qilib bo'lmaydi. Kerak bo'lsa hamma ведущий klublar ham bu narsani qiladi. Totalizator uchun yutqizib berishi mumkin, siz hech qachon bilmaysiz. No, bu narsani tegi bilan yo'q qilib bo'lmaydi. No, informatsiyamiz ko'p, endi hamma narsani anaqa qilib bo'lmaydi-yu. No, bu narsa butun dunyoda bor deb o'ylayman men. Sizni o'zingizga bevosita taklif bo'lmagan, lekin o'zingiz bilmay o'zimga ham taklif bo'lganlar bo'lgan, mashinada ham to'xtatishgan bo'lgan, shunaqa ham bo'lgan. Bunaqa penalti ham qilib bergan deyish, bu normal holat deb o'ylayman, lekin qanaqa javob olishganini bilishadi shuncha. Tushunarli. Hozir bir jurnalistimiz bor, Faxriddin Ro'ziyev. Tez orada bu kishi bilan ham suhbat qilishni reja qilyapmiz. Faxriddin bir nechta jamoalar bilan bog'liq kelishilgan o'yinlar bo'yicha keskin postlarni chiqardi Telegram kanalida. Siz nima deb o'ylaysiz? Hozir mana kelishilgan o'yinlar kam deyapsiz-ku, lekin bor ham haligacha. Bor. Umuman o'zbek futbolida. Bor, lekin men Faxriddinni men ham o'qidim, kechqurun o'qidim. Endi biz sira tushunamiz, nima deyilayotganini. Video tasvirlar borligini aytdi. Video tasvir nimadir bo'lishi mumkin, lekin hozir kimdir tashqaridan turib katta o'zgartirish baribir qila olmaydi. Bu komanda. Chunki komandani o'zi yaxshi o'ynasa, siz uni o'rniga tushib gol urib bera olmaysiz. Qaysi o'yinlarni imeyte video qilganini ham tushundik, lekin erta qarasangiz shunaqa u sudyani влиянияsi ham uncha katta emas hozir. Chunki varlar bo'lgani uchun, o'shaning uchun hozirgi paytda o'ynagan komanda bemalol yuta oladi. O'shaning uchun nimadir anaqa qidirish men uchun noto'g'ri deb o'ylayman. Hozir tim bo'lib bu temani qilish. Faxriddin o'zi birga ishlaydi biz bilan. O'tgan yil ham masalan, pastdan bitta nimadir yozsam, men o'zim ham Telegramda yozaman, не согласимыз, yo'la bunaqa deb. Bu har xil fikr. No, bunaqa barib emotsionalni berilib ketish kerak emas. Chunki xohlagan o'yiningizni ko'rsangiz, nima desa, bir xillar yutqizib beraman deb ham yutqiza olmaysiz. Chunki u oson emas, u futbolda nimadir qilib qo'yish u juda ham. Bu narsani orqasidan nechta futbolist
ishidan ham ayrilgan, oson komanda, men kuchli komanda yutadi deb ham yutqizib qo'yilishlar, o'shaning uchun bu nima desa bo'ladi. Chetdagi faktorlar uncha ba'zi rol o'ynay olmaydi poliyaga. Poli bu poli, maydon. Bitta yosh futbolist chiqib 60 metrdan bitta gol urib qo'yishi mumkin. To'g'ri, buni hech kim aniq qila olmaydi. Bunaqa holatlar ham bo'lgan. Shunaqa ham bo'lgan. Hamma yutqizadi deganda. Shuning uchun Faxriddin baribir bunaqa aniq qilib ketish kerak emas. Chunki poliyadagi futbolist uchun bo'lib u yetayotgan komandalar bir-biriga hech qachon ustupat qilmaydi. Shunaqa jihatlar ham bor. U shunaqa bo'lgan katta xo'jayinlar ham gapirganda futbolist ruxsat yo'q deyilgan paytlar ko'p. O'zim shunaqa. Shuning uchun o'zini hurmat qilgan ko'p futbolistlar biladi. Kerak bo'lsa katta rukovodstvoning gapiga ham kirishmaydi. Shuning uchun bu bu narsani ushlash kerak emas. Men o'ylayman, faqat bizda yana 5-6 yil infrastruktura, maydonlar, kameralar, mashinalarni kuchaytirish kerak. Keyin o'zi tabiiy holat bo'ladi, hamma narsa ochiq bo'lib ketadi. Hozir kimdir taktikasini bekita olmaysiz. Hammada Instagram bor. Hamma nima trenirovka qilayotganini. Shuning uchun yopib bo'lmaydi. Любой futbolist komandasiga qilib nima bo'ldi deb so'rab olasiz, kerak bo'lsa. U manaqa futbolistlar bor, yana o'zi yomon o'ynadi, mana qayda deydi. Qanaqasiga? Sen futbolistsan, polidasan. Seni xatoyingni trener masalan mana xato qilib hech qachon aytmaydi trener. Tushundingizmi? Shuning uchun bu nimadir gaplar, bu quruq gaplar. Lekin Faxriddinning postida bevosita ayrim o'yinlarda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan, rahbarlari tomonidan buyruq bo'lgan degan gap ham yangradi. Bu buyruq aytolmayman-ku siz. Kimdir buyruq berishi mumkin, lekin maydondagi narsa bu maydondagi. Hozir sizga sudyani 100% var mana bunaqa xato yo'q. Prosta kamera yomonligi uchun bir xil varla xato qilib qo'yapti. Kamera yomon, bu tan olish kerak, to'g'rimi? Televideniyaning kamerasi varda turibdi. To'g'rimi shu? O'shaning uchun yaxshi o'ynagan komanda yutib ketaveradi. Meni fikrim shunaqa. Siz nimadir sizni unaqa qilishingiz mumkin, bunaqa qilishingiz mumkin, lekin siz maydonda baribir ko'p narsani o'zgartirib yubora olasiz. Hozir demak Akmal aka, sizni talqiningizga ko'ra o'sha infrastrukturani, kameralar, boshqa jihozlarni kuchaytirsak, bizda yillar davomida kelishilgan o'yinlar o'z-o'zidan yo'q bo'lib qoladi. Fayzullayevlardan bizni Maksim Shatskiyni ham bilan ham 2 yil ishladim, Paxtakorda ishladim, yordamchi. Ko'p narsa yordamchilar juda ham nima desa bo'ladi, opitniy trenerlar, haligacha bitta yordamchisi taktikada bo'lsa, bu Maksim Shatskiyda bitta o'zi degani emas-ku. O'shalarda biz 1,5 yil mana shu o'zbek futbolistlarini butun fiziologik, texnik jihatdan anaqa olib bordik. Katapult, har texnika. O'shanda trenerlar bilan 1,5 yildan keyin shunaqa keldi. Bizani ko'rsatkichlar Ukrainaning futbolistlaridan ham yaxshiroq chiqdi-da o'sha payt. Tushunasizmi? Bizani futbolist ko'proq narsa qila oladi. Agar bizni akademiyada mana shu polalarni anaqalarni qilsak, bizda Fayzullayev, Husanovlar SNGda bizdan ko'p joy bo'lmaydi. Bizda ham texnika, ham tezlik, ham nima desa bo'ladi. Vnos juda ham kuchli tabiatan qonimizda. Genetikada kuchlimiz-da biz. Shuning uchun bular masalan скоростная работа endi deb o'rischasiga gapiriladi. Biz ana qilib solishtirib chiqdik, Ukrainaning futbolistlaridan biz tezroq chiqdik-da. Mana men bu sohaga ko'p qiziqaman-da. Shuning uchun men bitta narsa, kichkina trenerlarga, yoshdagi bolalarga zo'r trenerlarni qo'ysa, menimcha Husanov, Fayzullayev deb sanab o'tirmaymiz. Juda ham ko'p bo'ladi. Valyuta ham keladi O'zbekistonda, любой сборный ham keladi tovarishga o'ynashga bizga. To'g'rimi? Havoyimiz zo'r, qozoq komandalar ham keladi, pul ham ishlaymiz. Menimcha faqat shunga tikish kerak. Qolgan gaplar hozir gap bo'veradi. Abduqodir Husanov haqida gap ketdi. Abduqodir Husanov terma jamoa o'yinlari uchun Toshkentga keldi va u bilan ro'y bergan voqealarni o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz. Bloger va muxlislarini o'rab olishi, hamma Husanov bilan rasmga tushdi, kontentlar qildi. To'g'ri, Husanov professional futbolchi, bunga shubha yo'q, lekin yuqorida aytib o'tilgan holatlar futbolchiga baribir salbiy ta'sir ko'rsatadi, to'g'rimi Akmal aka? To'g'ri. Futboldan chalg'itadi, qanaqadir jihatda panika ham, tushunasizmi, hayajon, xato qilib qo'ymaydi, ishni boshlaydi. Bu to'g'ri. Baribir kelgandan keyin hamma narsa skritay bo'lishi kerak. Futbolist terma jamoaga kelgandan keyin u nima qilyapti degan narsalar bo'lishi kerak emas. Menimcha shu 15 minut beriladi, передигровой тренировкаlarda, to'g'rimi? Medialarga anaqalarga beriladi. O'sha paytda anaqa qilish kerak. Chunki
baribir ham har xil narsa bor. Kasal odam kelishi mumkin yoniga. Oddiy o'sha o'yin kuni isitmasi chiqib ketishi mumkin. O'sha City anaqasi ham недоразумение deb не только Husanovga endi biz bilamiz, boshqa legionerlarimizga ham klubidan o'sha anaqa kelgan. Hamma joyda yuraverganiga gap eshitishgan, bunaqa professional futbolistlar bunaqa важный o'yinlar oldidan baribirga ham ommadan uzoqroq yurish kerak. Shu aytaman, oddiy virus yuqtirib qo'ysangiz ham nimaga futbolistlarni bitta joyga yig'adi? Har xil hodisalar bo'lmasin, mashinada stressli kasal bo'lmasin deb o'shancha yig'iladi-da. Shunaqa paytda ko'p anaqa bo'lib ketdi. Meni fikrim ham shunaqa. Bu bar negativ o'ynaydi. Uni karyerasi, kim bo'li yosh. Hali bosim ko'tara olmashi mumkin. 5-6 yildan keyin menimcha Luboy bosimni ko'taradi. Shunaqa. Lekin o'sha xorijdan kelgan legionerlarga javobgar tashkilot bu futbol assotsiatsiyasi va ular maxsus dastur ishlab chiqishadi. Bu futbolchilarning qayerda yurishi, kimlar bilan bo'lishi, bizda bunchalik qilinmaydi O'zbekistonda, shunaqa bo'lish kerak. terma jamoaga kelgandan keyin u nazoratda bo'lishi kerak. Всё, nazoratda bo'lishi kerak. Hech kim, даже hech kim kirishi emasdi yoniga. Shunaqa. Aytaman, oddiy eng важный o'yinimiz Erondan oldin masalan taqqiz koronavirus bo'lib qolish. Shunaqa, chunki endi bizda bunchalik testlar chiqilishmaydi, naryoqda boshqa joylarda koronavirus haligacha tekshirishadi. Chunki juda ham ko'p futbolist haligacha kasal bo'lyapti. Oddiy odamlar ham-da. Shuning uchun даже chetdan hech kimni qo'yish kerak emas deb o'ylayman men. Faqat shu o'yindan keyingi holatlar bu normal holat, lekin undan tashqari qaqqadir olib borish bu noto'g'ri, lichniy hayotini ham barib qo'yish kerak emas deb o'ylayman. Endi bu men shaxsiy fikrim. Знаменитый bo'lib ketsa bari ommada bo'ladi-yu, lekin qanaqadir joylarni bari skrivat qilish kerak. Bu sizni nabarut populyarniroq qiladi. Yana kim nimadir hamma narsa bo'lib ketgandan keyin kim ekan bu odam deb qiziqish ortib ketadi. Hozir hamma narsani hamma bilib oldi. O'sha bitta chiqib, bitta tushib ketadi shu. Va mana shu holatlar, men aytib o'tgan holatlar Akmal aka baribir o'sha jahon chempionatidagi Abduqodir Husanovning o'yinlariga ham ozmi ko'pmi ta'sir qildi. Biza kutganchalik Abduqodir Husanovning o'yinini ko'rmadik. Sizlar yana bitta narsani tushuninglar-da, Abduqodir Husanov hali terma jamoani ushlab turadigan futbolist emas, hali. Bu bo'ladi 3-4 yildan keyin. Hali opit bilan, shijoat bilan birga kelgandan keyin hozir bizda Aliqulov, masalan, men shuni o'ylashim bo'yicha u bizani eng asosiy himoyachimiz deb o'ylayman. Himoyada. Chunki terma jamoada baribir boshqacha, o'zini davleniyasi bor, anaqasi, klub bu boshqacha. Bu har xil narsa. Shuning uchun terma jamoada anaqani Abduqodir endi kirib boryapti. Shu hali Yaponiya, koreys futbolistlari bor. Shunaqa. Shuning uchun ular bilan Yevropada ko'p futbolistlar bilan kuchga o'ynaysiz. Bu yerda texnichni kichkina futbolistlar bor, qiyinroq o'ynash. Shuning uchun Abduqodir yomon o'ynagani ham yo'q anaqa. U ko'nikib boryapti terma jamoani anaqasi, lideri bo'lishga. 3-4 yildan keyin liderlikni qo'lga oladi. Bu borada hozir optdan kerak. Bu uni pozitsiyasida kuchli bo'lishingiz mumkin, lekin opitni ham bo'lishingiz kerak. O'shanga bu opit xatodan keladi. Xato, mana Cityda xato. Bu normal holat. Trenerlar u shu xatodan bari o'tish kerak. Keyin u kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun bu narsa ta'sir qilma, u o'yinni xuddi shunaqa o'ynayapti. Undan zo'r o'ynayapti. Bu Eron bilan o'ynayapti. To'g'rimi? Bu yerda u boshqasi bilan. Bu Eron bilan o'ynayapti. Farqi ham bor-da sopernikka. O'shanga ham Taremi, ular ham Interda o'ynayapti. Bekorga emas-ku, to'g'rimi? Inter anaqasi napadayishi sizga qarshi o'ynayapti. Severniy Koreya yo anoniki nima, qirg'izlarniki emas, sizga Interniki. Bu o'sha boshqacha. Siz slabiy komanda bilan o'ynagandan keyin kuchli bilan o'ynash ham qiyin-da. Bo'shashasizda, bu yerdan qisradi. Shuning uchun Abduqodir yomon o'ynagani yo'q. U o'zini anaqasida o'ynayapti. Lekin u undan ham kuchliroq bo'ladi. Husanovning Cityning ketma-ket ikkita o'yinida maydonga tushmaganiga nimani sabab deb ayta olasiz? Shuni aytaman. Uni tayinlashyapti. Cityda ham demak Cityda proyekt bu 2-3 yillik proyekt. Menimcha kimgadir berib turishadi ham arendaga o'ynasin to'liq deb. Kerak bo'lsa berib. 2-3 yildan keyin chunki bunaqa yoshda bunaqa skorosti bor, sentralniy защитник kam. O'shaning uchun buni olib turib proyekt dolgi proyekt bo'lsa kerak bu 2-3 yillik masalan 5-6 yillikdir balki. Chunki 25-26 da markaziy himoyachi eng pikiga chiqadi. Opit bilan anaqa bitta bo'ladi. O'shanda menimcha
Pekiga o'shani bu tushmagan hech bo'la olmas. Fojia yasash Fojia yasash kerak emas. Bizni gapiraverishadi. Bu fojia emas. U boshqa narsa. U o'rganyapti. Trenirovkada o'rganadi yosh katta futbolistdan. U hamma narsani bilib bo'lmaydi. U mashq xatoni qilish kerak. Terma jamoaning oxirgi 2 o'yin haqida fikrlaringiz qanday? Kapadze qanaqa ta'sir o'tkazibdi terma jamoaga? Men bitta pozitsiya, menga Katanich juda ham yoqardi. Chunki Katanich nima anaqa qildi? Bir xillar bor, bilasizmi? Chiroyli o'ynaverishingiz mumkin. Natija bo'lmasa, siz 1 soatdan keyin baribir so'kasiz. Natija baribir bo'lishi kerak. Jahon chempionatiga o'ynayapsizmi siz? Natija bo'lishi kerak. Shuning uchun Katanich nimasi yaxshi? Biz ichkaridan bilamiz. U yagona jamoa qila oldi-da ichida. Ichki muhit juda ham zo'r bo'lgan. Futbolistlarning bir-biriga, trenerga nisbatan juda ham zo'r bo'lgan. Shuni natijasida menimcha yomon ochko yig'ilmadi ungacha. Masalan, 90% ishi qilib qo'yildi. Bitta trener kelib sizni hech qanday o'zgartira olmaysiz. O'yinchini, masalan, men o'zim fikrim, siz o'yinchi sostavga tanlay olsangiz, sizning ishingiz shu sborniyda. Undan boshqa narsa qila olmaysiz. 2 kun oldin Fayzullayev kelib nimadir o'rgatib qo'yasizmi? To'g'rimi? Fayzullayev qanaqadir siz o'rgata olmaysiz. Sizning zadachingiz qanaqadir ruhiy gapir, sostavni to'g'ri tanlash. Sostav to'g'ri yana bitta narsa Fayzullayev faktori. Bunaqa futbolist oldin yo'q edi. Bunaqa tezlikda, bunaqa texnikali o'yinchi bizda O'zbekistonda birinchi marta tug'ildi deb o'ylayman. To'g'risi. Bunaqa ham tez, ham texnichni o'yinchi. Paxtakorda ham men trener bo'lganda ham ko'rdim, ichkaridan ham uni mehnat qilishi, отношенияsi u juda ham boshqacha. U juda ham boshqacha. Hozirgi yoshlar Fayzullayev o'zidan o'zi bo'lib ketgan deb o'ylaydi. Kerak bo'lsa 3 metrdan Paxtakorda shunaqa suvchi 3 metrdan boshiga qopda o'taydi. Mana shunda qattiq, shunda dumalab ham hushidan ketadigan joyda ham turib yana trenirovkani продолжать ham qildi-da. Shunaqa buni Paxtakordagilar ham biladi. Shu jihatda ham ishlashi bu o'zidan o'zi emas. O'shanga Fayzullayev faktori o'z bo'rnini ushlab turibdi deb o'ylayman. Bu yoshlarni ham, 23larni ham hammani oldida mana shu bu futbol ushlab turibdi. Mana shu bunga qaysi trenerni unaqa desangiz ham bunaqa oldingi o'yinlarda Katanich paytida ham Fayzullayev edi, hozir ham Fayzullayev. Trenerda shu. Katanich yaxshi jamoa, не только futbolistlar. Shtab ham zo'r shtab yig'ib ketdi. Mana endi sog'lig'i bilan shifo tilayman. Masalan, mana bundan ko'p narsa o'rgandim. Shu. Mana shunaqa xorijiy anaqalardan o'rganishimiz kerak. Masalan, u ham aytamiz himoyaviy o'yin, lekin oldiga tushgan o'yinchini hech qaysi trener yo'qotgan, qishi pasga bergan deb trener aytmaydi, to'g'rimi? Trener to'g'ri pas berdi, u ham aytadi shunaqa. U faqat orqada осторожный futbol orqada, lekin oldiga chiqqanda unaqa o'yna, bunaqa o'yna. U oldida o'zi atakovish futbolist o'zi tvorец qiladi. Shuning uchun siz Fayzullah shtrafni o'ynatyapsan, urib qo'yasan. Uni siz o'rgatmaysiz. Uni futbolist o'zi tushgandan keyin qiladi. Shu, masalan, butun dunyoda futbolist esa mana bunaqa qilgan deb o'rgatmaydi ular. Shuni sostav qo'yadi. Общий aura, fiziki holati qo'yasiz. Legionerlarimiz yaxshi bo'lgan paytda baribir yaxshi o'ynaymiz. Legionerimiz yo'q paytda, yaxshi legioner yo'q paytda biz ham yomon o'ynaymiz. Chunki ular baribir ushlab turadi bizani. To'g'rimi? Любой narsa hozir anaqa hisoblasangiz, Fayzullayev CSK'dagi holati, masalan, undan ham kuchaytirib berishdi CSK trenerlari. Uni CSK trenerlari bilan ham gaplashdik, jismon uni bir 30-40% ga kuchaytirib yuborishdi. Ertaga texnologiya, trenirovочный protsess, Abbos o'zi bilan ham gaplashsangiz, u vashi boshqa joyga tushib qoldi O'zbekistonga nisbatan. U narsa uni undan ham kuchaytirib yubordi, terma jamoa undan ham kuchayib ketdi. Abduqodir ham Lans qanaqa kuchaytirib yubordi, Belarusiyada qanaqa kuchaytirib yuborishdi. U o'zidan o'zi paqa deb chiqib O'zbekiston ichidan bo'lib qolmadi. U balki Paxtakorda qolganda bunchalik yordam bermasdi. Fayzullayev haqida gap ketganda, endi CSKdan minnatdormiz Fayzullayevni hozirgi darajaga olib chiqqani uchun, lekin menimcha Fayzullayevni shu Yevropaning top 5 jamoalariga o'tish vaqti keldi menimcha. Kecha bitta o'rtog'im Germaniyada bor, o'sha yerda Bavariyaning o'yiniga o'tirishibdi, endi katta anaqalar bilan anaqa qilishib, o'shanda gaplashib o'tirib Fayzullayev deb o'tirishgan ekanda, o'sha yerda ham anaqalar, agentlar.
aytyapti, hayron bo'lib eshitib o'tirdim. Husanovcha desam deydi. Yo'q, Husanov yaxshi, lekin Fayzullayev u boshqacha deyotgan ekan. Tushundingizmi? O'sha attakuющий futbolist sanaqasi bar qimmatroq-da, обороняющий. Shuning uchun menimcha sentyabrlarga kelib уже top chempionat o'tadi deb o'ylayman. И bunga tayyor ham jismoniy ham texnik ham har taraflama tayyor bo'lsa kerak. Uni bilsanglar, u terma jamoa kelganda unga отдельный yana trenировочный protsess ham berishadi. U yana kirib, yana ishlaydi ham ustidan. Shunaqa narsalari ham bor. Hamma o'ylaydi, Fayzullayev, yo'q, u orqasida katta mehnat Fayzullayev. Shuning uchun u daraj trenerlar bilan gaplashdi, qat'iy terma jamoaga borganda katapult yuguradi, ko'rasiz, klubiga yuboradi. Endi yaxshi narsa o'rganishingiz kerak-ku, mana shunaqa narsalarni o'rganaman deb. Uni ko'rib, bo'lsa mamcha yana qo'shimcha qilishing kerak deb, yana uni trenajyorniy zalga borib, mana shu narsani qilasan deb, yana unga programma yuboryapti. Ko'rasizmi? Terma jamoaga. Shomurodov ham yana xuddi shunaqa yuboradi. O'ylang, mana agar biz ham shunaqa har bitta futbolistdan qilsak, qanaqa kuchayib ketadi. Bizdan O'zbekistonda ketsa, qachon ketgan, qachon kelgan, nima qildi, etdi, nima qiziqmaydi bu. Shunaqa realniy narsa. Mana shu narsalar bizning xorijiy futbolistlarimizni kuchaytiryapti. Fayzullayevning transferiga to'sqinlik qiladigan katta jihat bor, endi o'zingiz ham bilasiz, bu siyosiy jihat, ya'ni o'sha Rossiyada to'p tepayotgani, qo'polroq qilib aytganda. Lekin bunda shu agentlar yechim topa olishadi. Yo'q, menimcha faqatgina summaga kelisha olishmayotgan bo'lsa kerak. CSKA ham aqlli summani ko'taryapti deb o'ylayman. Menimcha keyingi prodarajalardan summani olsa kerak. O'shaning uchun faqat kutyapti. Bu Fayzullayev proyekti menimcha o'zi biznes proyekti CSKA uchun. CSKA ham biladi, Rossiyada nimani yutadi. Zenit yuta olmaydi, masalanda chempion bo'lish qiyin. O'shaning uchun periprodaja qilib Fayzullayevni yana narxini oshirib turib, terma jamoada yana narxi oshib ketadi. O'shaning uchun top klubga berib yuboradi, sotib yuboradi. Kerak bo'lsa sotib olishadi, kontraktini qo'shib deb o'ylayman. Bu menimcha klub tanlashyapti. Qaysi klub, qaysi to'g'ri, kim ko'proq beradi. Shuning uchun xudo xolasa yana yaxshi xabarlar eshitib qolsak kerak. Fayzullayevning o'yin uslubi, fikrlashi, umumiy o'yinidan siz qaysi jamoaga ko'proq mos tushadi deb o'ylaysiz? Qaysi chempionat? Любой jamoaga. Top ichkaridan ham, tashqaridan ham, trenerskida bu juda ham kreativ o'yinchi. Bu nima qilishini hech kim bilmaydi. Himoyachisiz. Siz u nima qilishini undan xavfliroq futbolist yo'q. Yana bitta narsa, tez. Hamma tez. Выносливый, nima desam o'zbekchasiga qiyin. Выносливый futbolist. U siz bitta ambosi qancha metr yugurib anaqasiga bir qiziqib ko'rish kerak. Mana so'rab ko'ringlar terma jamoalardan. U Yevropadagi ko'p futbolistlardan ham yaxshiroq natija ko'rsatayotgan bo'lsa kerak. Terma jamoamizning bo'lajak o'yinlaridan kutilmalaringiz qanday? O'zbekiston keyingi turdayoq mundial yo'llanmasini hal qilish mumkinmi? Men 100% ishonaman. Без сомнений. Oldingi turda ham ishlayapmiz, bundan birinchi boshidan ham ishlaymiz, chiqamiz. Keyingi turda Qatar, Emirat O'zbekistonga to'siq bo'la olmaydi. Milliard puli bo'ladimi, unga olib boradimi, bunga olib boradimi? Ular bizdan kuchli emas. Biz ular oldin ham yutib kelganmiz, keyin endi случайно bitta yutqizib qo'yildi 3-2 ga. Bu ham чисто случайность. Masalan, oxirida shunaqa случайно kirib ketib qoldi. Bu чисто anaqa futboldagi bo'lib turadigan holat. Biz Qatar bilan uyda o'ynaymizmi oxirgi? Oxirgi ham ularni yutamiz. Qatar o'zi ham yuta olmasligiga ishonadi bizani. Menimcha Emirat ham nima qilishi bilan suv topshirib yuboradi poylasiga. Nima qilsa ham yutib ketamiz. Yutqizmaymiz, biz chiqamiz. Durang yuta olmayman. Ular bizani yutib qo'yishiga ishonmayman. Даже omad kelib qolishiga ham ishonmayman. Emirat bizani yutishiga. Emirat keyin Qirg'izistonni ham yuta olmaydi. Shunaqa deb o'ylayman. Chunki Qirg'iziston ham o'zini xalqini yonida Emiratga yutqizmaydi, Emiratga. Shuning uchun kuchli jamoa emas-ku. Har bir futbolchini o'zi uchun belgilab olgan cho'qqisi bo'ladi. Misol uchun jahon chempionatiga chiqish bo'lishi mumkin, jahon chempionatini yutish bo'lishi mumkin. Trenerlikda ham shunga o'xshash bir qanaqadir kattaroq ambitsiyalar bormi? Sizni o'zingiz oldingizga qo'ygan qanaqa? Borman, постоянно bor. Hozir masalan trener, men shu bitta narsani tushunib, yosh bo'lib trener bo'lib qolsangiz sinib qolar ekansiz. Ko'proq yordamchi bo'lib ishlash kerak ekan.
Sergey Jeparovda shunaqa bo'lib qoldi, Karpenkada shunaqa holat o'zimda ham bo'ldi. Pro ligiga trener ham yo'q, o'rganish kerak hali. U futbolist, bu trener farq katta. Bir xillari mana hozir Samuel Babayan yordamchisi bo'lsa, bir xillari shunaqa gap gapirishadi futbolistlarga. Bu gapni siz aytolmaysiz ularga. Siz fikrlash doirangizda ham bu narsa yo'q. Mana bu gapni olib oldingiz. Shotar Valazanikin uni Kupirikin hammasini olib yig'im qilib, uni kerakli joyini olib, kerakli joyini ishlatishni bilishingiz kerak. Siz o'zi bitta futbolist, yaxshi o'ynaydigan futbolistni siz yomon gapira olmaysiz. Hozir masalan Kapadze kerak futbolist. Yoqtirmaydi lekin siz baribir bilan yaxshi gaplashishga majbursiz. Chunki u kerak sizga. Xuddi shunaqa til topishni bilishni o'rganish, psixolog men o'zi futbolistga kerak emas deb o'ylayman, trener. Главный trener hammani ushlab turadigan главный trener. U gapiradi, u atmosfera, u hamma narsa u. Shuning uchun bu narsaga erishish juda ham qiyin, o'rganish kerak. Shu. Cho'qqisi hamma Paxtakor treneri bo'lgisi keladi. Bosh murabbiy. Endi hamma sborning treneri bo'lsin, hamma chet elga taklif bo'lsin deydi. Mana shunaqa harakat qilaman. O'zi o'rganib baribir bitta shans bo'ladi. O'sha payt yordamchi bo'lasiz. Keyin u trener boshqa joyga ketsa mumkin. Siz yordamchi bo'lib qo'ying. Shuning uchun men o'zim futbolistga ham aytaman. Hozir meni mamtga trener qilib qo'ysa, men nima qilardim? Shu narsa men yechimini har doim qarab yurish kerak deb o'ylayman-da. Men o'tgan yili 18 yoshli jamoasida o'ynadim-da. Trener bo'ldim. Lokomotivda. Chunki bir xillar nimadirlaringizni qilish uchun yoshlarni olishingiz kerak. Kattalarda tajriba qila olmaysiz. Bir yil faqat shuni ustidan ishlab, o'shanda o'zimga o'zim hozir mana Lokomotiv yutqizyapti. Seni trener qilsa, sen nima o'zgartirar? Shunaqa bo'lishi mumkin. Shuni chaqirib, sen trenersan deyishi mumkin. Shuning uchun nima qilardi? Shuni ustidan ishlab, har bitta o'yinga borasiz, nima, kim? Shuning uchun bu qiyin narsa. Trenerlarga juda ham qiyin. Ayniqsa bosh murabbiylarga kim nima desa deversin-ku, ularga tushayotgan, masalan, Kapadzaga tushayotgan anaqa yuklama bu prezident tarafidan, boshqa tarafdan bu juda ham katta narsa. Bu hamma ham buni ko'tara olmaydi. Shuning uchun bu o'zi Xudo tomonidan berilgan bitta naqa bo'lsa kerak-da. Shunaqa. Faoliyatingizdagi eng alamli o'yin qaysi? Endi o'sha chiqolmaganimiz, bitta gol yetmagani shu faqat. Chunki bunaqa kuchli komandalar bilan bitta golga qolib ketish bu eng alamli. Lekin baribir ko'p bo'ladi bunaqa narsa baribir futbol anaqasida. Shu har gal siz o'ylagandek narsa bo'lmaydi. Lekin nima qilasiz? Hayot davom etadi. Oilangiz eng keraklisi borasiz, oilangiz настроение ko'tarasiz. Keyingi o'yinni yutmaguncha ko'chada men hozir bitta narsa tushunmayman, hozir futbolist yutqizsa ham istoriya qo'yaveradi. Yurur, mana shunaqa men ko'p futbolistga yozaman ham istoriyasida. Ko'nglinga qarab o'zingizlarda yaxshi futbolistlar yutqizib siraz men aytaman, qanaqa sen qo'yasiz? Yutqizding, ozgina qo'y. Bo'lish to'g'ri. Tishna ket. Shu sen siqilayotganingni sezsin bolechiklar ham. Что sen ham qayg'ursan, unaqa rasm bo'lsa qo'yib qo'yish kerak emas. Yozaman, aytdi-da, anaqa qilganda, meni отметить qilganda deb deyishadi. Bu noto'g'ri narsa. Bu hamma futbolistlar biladi, yutqizgan paytda telefon qilish mumkin emas. Hammaga kim bo'lishingizdan darak. Shuning uchun baribir futbolist ham o'zini anaqasini ushlash kerak. Klubiga nisbatan, terma jamoasiga nisbatan hurmatini baribir saqlash kerak. Hamma narsada ishtirok etish kerak emas. Qaysi jamoa kuchliroq? Hozirgi milliy terma jamoa yoki o'sha siz o'ynagan 2014-yildagi terma jamoa? U jamoa ham biz nazdimizda kuchli edi. Abbos erta bor, betda bor, siz bor. Meni fikrim shunaqa. Bunaqa futbolist bizni nima desa bo'ladi? Ham to'p oldiga qabul qilib, ham pas berib, ham tezligi bor futbolist bizda birinchi marta chiqdi O'zbekiston. Abbos faktori uchun hozirgi terma jamoa kuchli. Abbos faktori yoqqa qo'yib qo'yasiz, bu yoqqa qo'yib qo'yasiz. Oldingilar bari undan sekin bo'lganmiz. Buni tan olish kerak-ku. Hozir tezroq, hamma narsa hozirgi narigi himoyachilar ham tezroq, ulardan ham o'tib ketyapti. Shuning uchun boshqa meni fikrimda faqat shunaqa. Abbos faktori. Tushunarli. Akmal Shorahmedov uchun o'zbek futbol tarixidagi eng yaxshi himoyachi kim? Vitaliy Denisov. Ham o'rtog'im, ham eng yaxshi yarim himoyachi men uchun yana Jasur Hasanov. Men hamma joyda aytaman. Unaqa pas beradigan futbolist yo'q O'zbekistonda. Jasur Hasanovdagi ko'rib
nechta assistenting manimcha sanoqliga yetmasa kerak. Uni hamma futbolchi bilan unaqa pas bu tug'ma talant Xudo tomonidan berilgan. Любой нападающийni bombardier qilib yuboradigan o'yinchi. Даже Fayzullayev ham bunaqa pas bera olmaydi, unda boshqa jihat kuchli. Mana shu ikkita futbolist juda ham kuchli. Jasur Hasanov haqida gap ketdi. Jasur Hasanovning assistlari shu darajada ko'pki, hattoki ayrimlarini o'sha statistik portali hisoblamagan ham degan gaplar bor. To'g'rimi bu? Bu to'ppa-to'g'ri. Shuning uchun men uni ichki jihatdan ham bilaman-ku, trenirovkada ham birga bo'lganmiz. Skalari kelganda ham bu вообще zo'r o'yinchi ekan deganda bu. Bu bekorga emas bu. Juda ham uni assistini men hisoblamayman. Menimcha bir chempionatda 30 ta 40 tadan bo'lsa kerak bir yilda. Bir yilda. Chunki bitta o'yinda bitta ikkita berish, polani 70 metrga joydan pas berish bu uncha buncha odam tushunmayapti. Bitta qarab chiqsa ko'rishadi, qanaqa o'yinchi edi u. U o'yinchini masalan hozir ham Jasur ham uncha anaqa qilishmaydi, lekin bu juda ham katta foyda keltirgan futbolist deb o'ylayman O'zbekiston. O'ziga ham aytaman, o'zi ham yaxshimiz. Shu Vitaliy Denisov. Bunaqa himoyachi aytaman, ya'ni krayda o'ynaydigan himoyachi bo'lib turib, chet elda o'ynab, CSKA da o'ynab, zo'r futbol chempioni UEFA kubogini qo'lga kiritish masalan hammaga emas bo'lsa kerak. Akmal aka, hozir endi trend bo'lgan, har bir futbolchi o'zi uchun ramziy terma jamoa tuzib berish. Siz ham agar iloji bo'lsa, o'zbekistonlik futbolchilardan iborat o'zingizni idealingizdagi ramziy jamoa tuzib bersangiz. Hozirgilarni ham qo'shib turdi. Farqi yo'q. O'zingizni idealingizdagi jamoa. Ignatiy Nesterov, Darvozada Ignatiy Nesterov, Vitaliy Denisov, Anzur Ismoilov. Endi hozir 4 ta zashni qo'ying, 3 ta zashni. Farqi yo'q. Xohlasangiz 4-2, 4 ta qo'rini Anzur Ismoilov, Aliqulov, Husanov, o'rtada Aziz Haydarov, Ondal Ahmedov, chapda Jasur Hasanov, нападающий Fayzullayev, oldida Shomurodov, o'ng qanot bitta, o'ng qanot Karpenkani qo'ygan bo'lardim. Karpenka. Bosh murabbiy. Bosh murabbiy hozirgi endi Mirjalol Qosimov. Endi qolganlar hali buncha narsa qilishmadi. Masalan, shuncha O'zbekiston chempioni bo'lish, menimcha hozir terma jamoalar ham bo'lishmagan. To'g'rimi? Chunki SSR chempioni ham bo'lgan Mirjalol Qosimov. Mening fikrimcha shu. Rahmat Akmal aka, savollarim tugadi. Dasturimiz so'ngida yosh futbolchilarga yana tavsiyalaringiz bo'lsa va muxlislaringiz bor, o'zbek futbol ixlosmandlari bor, Qalamprus kuzatuvchilar bor. Ularga ham fikrlar bo'lsa, bajonidil eshitamiz. Yoshlarga ko'proq stilidan ishlaylik. Telefonni yig'ishtiringlar. Har xil chips yeyishlarni yig'ishtiring. Chunki bizda hozir endi shunaqa narsa juda ham sog'liq bilan narsa ko'payib ketdi. Juda ham ko'p bizning hozir futbolistlar shu narsa bilan, yosh futbolistlar, talant futbolistlar shu bilan anaqa qilyapti. Shuning uchun birinchi o'chirt butun hammaga menimcha ovqat yeyish to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Keyin o'zini ustidan ishlash, telefonni qanaqadir soatlarda ishlatish, angliskiy o'rganish, muxlislik qilish uchun. Kimgadir nima qo'yish uchun emas, istoriya qo'yish uchun emas, nimadirni reklama qilish uchun emas. Haqiqiy shu o'yinga muxlislik qilsin. Kimgadir ko'rsa, men Mamatdaman, Betdaman emas. U muxlislik qiladi. U ichida bo'lishi kerak. U momentni ko'rmayapti-ku, nima qilayotgan, to'g'rimi? Antonim goldan keyin gol edi deb. Shunaqa, o'shaning uchun muxlis bo'lish kerak. Mana shu orqasida perejovat qilib, bu energiyasini poliga chiqarib, yana ertasi kuni borib, ishida xursand bo'lib, yana masalan, nimasi yoqyapti hozir korxonalar o'rtasida futbolistlar, futbol ko'p bo'ldi. Shu narsani yana ko'paytirib kerak. Choyxona emas, futbol. Bir haftada bir marta voleybol, bizga sport bo'lishi kerak. O'shanda shu maslahatim, shu o'zim o'rtalarimga ham aytaman. 40 ga chiqdi, o'sha bo'ldi, o'sha sog'lomga qarash kerak, o'sha choyxona, o'sha yig'ishtirish kerak. Hamma yig'ishtirish kerak men. Choyxonani o'zi yopib qo'yish kerak deb o'ylayman. Men tegi shunaqa deb o'ylayman. U bizga yordam bermaydi. Bizni yaxshi vaqtni aylanib ham, futbol o'ynab ham, boshqa narsa o'ynab ham o'rtoqlar bilan o'tqizishimiz mumkin. Bizning O'zbekiston eng katta narsasi shu. Yeyish, to'g'ri ovqatlanish. Shu bizga shu narsa kichkina bolalarga ham o'rgatish.
yemaydi. Hech bola yemaydi, tabiiy narsa yemaydi hozir. O'zim bolalarim ham qiyin, juda ham. O'shanga u nima qilish kerak, menimcha hech kim bilmaydi ham. U nimadir eng katta professorga borsangiz ham hozirgi pokoleniyani katta bo'lganini ko'rgan professor yo'q-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun hozirgi pokoleniyani biz 20 yildan keyin nima qilish kerakligini ayta olamiz. Ungacha biz ayta olmaymiz. Buni qanaqa kurashishni bilmayman. Men o'zim ham bilmayman, nima qilishni ham bilmaymiz. Menimcha shu ko'chada maydonlarni ko'paytirish kerak, yana bolalarni ko'chaga chiqarish kerak. Shu hamma joyga dom qurib tashlab, yana bitta narsa, endi sizlarga ham u Toshkentning o'zida bir 10 tachami 15 tacha stadionning ustiga dom qurib tashlashdi. Biz qanaqa bir rivojlantiramiz futbolni, sport. Shu. Oldin mana qarasangiz, har bitta mahalla, rayonda bitta stadion bo'lgan. Bu kichkinaligimizda men Nomaskovskiyda turaman, stadion Start, Embu, masalan biz chiqib o'yin. Hozir yo'q, hech qayerda yo'q. Bizda hozir mana faxriylar ham chempionati bor, Odil Ahmed, Santur Sur, hamma birga o'ynaydi bitta komanda. Tekstilniy stadionga ham dom qurishayotgan ekan hozir. U joylarni kim himoya qiladi? Stadionlarni kim himoya qiladi? Instrumentalniy stadion ketdi. Hamma tabiiy poylarning o'rniga, masalan, qiziqib ko'rsangiz, 15 ta stadion masalan chiqdim, ustiga dom bo'ldi. Shahardadir qaysidir joyiga 20 ga 30 qurib qo'yib, u stadionni siz anaqa qila olmaysiz. Hozir trenirovka qilishga bolalarga joy yo'q. Bolalar soni ko'payyapti, stadion kamayyapti. Shu, o'shanga menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Mana shu narsa stadionga prezident tomonidan menimcha tegish mumkin emas, qilib qo'yish kerak, qanaqadir. Tем более bizani futbolni katta odamlar boshqaradi. Ularga iltimos qilish kerakmi? Stadionlarga dom qurmaslikni. Meni fikrim shunaqa, sizlarga hammi bitta anaqamiz. Prosta hisoblaylik. Prosta hisoblaylik. Nechta stadion 5-6 yilda ustiga poli qurildi, dom qurildi. Bodomzorda 88-mayda katta poli bor. Hammasi yo'q, poli yo'q. Hammasini o'rniga dom. Poli qayerda bo'ladi? Bolalar qayerda o'ynaydi? O'zimiz ichkariga kirgizib boramiz bolalar. To'g'rimi? Telefonga anaqada keyin televideniyada unaqa qilma, bunaqa. Qayerga chiqib o'ynaysiz? Tем более pulli bo'lsa bora olmasa, to'g'rimi? Stadion narxi 200 ming bo'lsa, menimcha bir yil shunaqa bo'ladi, har bitta mahallada futbol bo'ladi. Unaqa yo'q bar. Qayerda bor shunaqa? Nomiga qurib qo'yasiz, 10 ta bola sig'adi, anta 100 ta bola. O'shaning uchun iltimos, stadionni ustiga qurishmasin. O'zi stadion, u qarasangiz 50 yildan beri bor stadionlar ekan. O'sha stadion 50 yildan beri bor ekan, hammasi. Men so'raysiz-ku kattalardan. Shunaqa. O'shanga stadionlarga tegishmasin futbol, chunki u domdan ko'p pul keltiradimi? Masalan, Xo'jayev Husanovlar, to'g'rimi? Valyuta kiradi-ku bor. Undan ham ko'p ishlar olib keladi demoqchiman. O'sha pullar bo'lsa. Shu maslahatim sizlarga mana sanab chiqing. Nechta pullarga ustiga yaxshi mavzu bo'ldi. Dom qurib tashlashdi. Jon boshqa joyga dom qursa, pullarga emas. Shunaqa. Tushunarli aka, rahmat kattakon sizga. Sog' bo'ling. Rahmat.